Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun suvosti kemasi, ya'ni Melakka shahridagi suvosti kemasini hozir ko'rishga keldik. Nasa bo'la odam boshiga 20 ringgit. Ya'ni chet el turistlar, chet el fuqarolar uchun 20 ringgit, o'zini xalqi uchun 10 ringgit ekan. Mana shunaqa. Hozir borib ichini tomosha qilamiz. Qani ketdik. Muzey ochish tashabbusi 2008-yilda boshlangan bo'lsa, 2011-yil noyabrda уже Malayziyaga olib kelingan. 2012-yil yanvar oyida bu ochilgan va 2012-yil nima deydi, dekabr oyiga kelib hamma kiradigan joyga aylangan. Bu torpedalarni turadigan joy ekan. Torpedalar asta taxlab otilayotganda ishlatiladi. Mana shu joyda mana torpedalar otiladigan joy ekan, oldidan. Mana soldatlarning uxlab yotadigan joylar ekan bu. Так, sizda yurganda juda ham ehtiyot bo'lish kerak ekan. Mana tepadan koyka kорабль управленияsi. Mana polni управление. 这个上面可以讲话。喂，开船了，哎，就注意啊，刚。Suvosti kemasini boshqaruv bo'limi shu yerda. Faturdaki suvosti kemalari. Pajarni atsak, tayyorlanadigan joylar. Ana oshxona. Bu ham men o'ylashimcha komandirlarning ovqatlanadigan joyi bo'lsa kerak. Bu komandirning xonasi ekan. Komandir xonasi ancha o'ziga yarasha sharoit. Soldatlarga o'xshagan xarob emas. Kabeldan ichida uxlamas ekanda garaj. Endi bu o'sha port a'zolarini uxlaydigan joylari 1, 2, 3 mana. Shunaqa. Oshpaz. Bo'ldi, ovqat pishiradigan. Ekan. Joy sklad. Motorni отделенияni masalan upravляющийsi shuncha. Kimda ssenariydan bor ekancha? Injin. Kirish mumkin lekin bu yoqqa biz videolashga qilamiz. Привет, брат. 2011-yilda mana shu suvdan chiqarilib, mana shu joyga muzey sifatida qo'yilgan ekan.
dio vào chào. Hello.